Azraqdan erkek mi? Siz nimatsız bari? Ben kichkimda o'g'il ajralgansa kerak deb nima qilib so'raysiz? Erkek o'zini kirmay, boshqalarni qo'rqitib hojatxonaga kirgizilishi kerak. Bu hamoqat kunda o'quvchilarni hojatxonaga ep kirdi. Hay, siz nima kanalsiz ishlaydi ekan? Yo'q bari, bundoq gap qilmang. Men sizning dadingiz bo'laman. Faqat fursat tutamayapman shu. Qarang. O mushunda qiyri turibmi? Opamni yaxshi ko'rdi ekan. Hay, siz nima yaxshi ko'ramaysiz? Yaxshi ko'rsam qanday bo'ladi? Yo'q, Rama. Yana men uning chaqchaqlariga chidigichini yeb qolmadi. Sizdek to'q yurakni yaxshi ko'rgicha siz deb qochib ketsam bo'lmaydi. Bari, siz ustozingizning o'g'li Patarcha bilan choy ichirib bo'lgan tursangiz. Dadam o'zini o'ltirib olaman deb tahdid solg'achqa, shu o'zlikni qo'limga soldim. Lekin meni elishqa sizning salohiyatiniz to'shirdim. Bu dod kiyimiga ega bo'lolmaydigan tursa, hatto boshqalar kiyimini tortib olsa-mu, u faqatla gap qilolmaydi. Bu rasmi. Agar boshqalar meni tortib olmoqchi bo'lsa, xuddi kiyimingizni tatqizib qo'ygandek voz kechamsiz. Unda qamang, Patachari ko'rib qoldi. Hey, Rama! Parini kulduratma deb sana ne çıkıtım dedim. Çay içiriş yerim toyqanlı beraber. Men hazır Pari'nin yerim yol dışı bozdum. Gerçi onu hapse toyqan bolsun, lekin men özümne yol dışı da kelishdim. Saringi. Rama! Hey Saringi, onu qarang. O'zi bo'qidak turib, tinchlik nemidan qo'rqqan bormi? Tasini. Bakayım Hey! Hey Pari! Nimish qo'noq to'q yurakni yaxshi ko'rib qolasiz, ha? Uni nimishqa yaxshi ko'rdig'imni, yurakimni yerib ko'stib qo'yamdim. Hasad qilib o'lib qolasiz. Unda yiroqlashib ketdingizmi? Yo'q. Baxtli yiqilishib ketdim. Siz nimanchi tosh yurak? Bu yoqqa o'ting. Hey Rama, sening advoni bering. Rama! Yuring Pari, yuring. Meni gibi yo'q bo'layamni meningizga qaytdingmi? Sizni suyman Rama. Nimishqa hapse onunga o'xshamaydi. Rama, dadangiz o'lib ketgan bo'lsa-mu qayg'urmang. Meni yoningizda. Men sizga yo'l qilaman. Ben sana bu peskeş eblakla orlaşma edip kan çıkartım dedim. Sen dadam ustaz da pəhrinləmsən, o salahı görüp qaylanıp beni sık çıkarmakçı oldu. Hem sen kızını tadı olmakçı mı? Eğer onun qarab qalsan ya ki onunla bilir tursan sen lüksekte öldürüydü ben. Buna tez ol. Rama! Sen eminle uydun va? Mazkur filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Kipar TV saloniga 20 raqamini yo'llab turing. Topolmasangiz inkas qo'yini qarang. Sen kızımı erişemez. Sanramın kırışını hamhıyam kılma. İhima sol tekme inisi boğanı kelsen. Bu şundan akıbet kılışın mukarı. Yürü. Hey Rama, nemish oldu? Hey, to'xta. Nimishqa buncha ochiqlanib so'zlaysan? Nimishqa menga ergishib olsan? Men seni xush qilish uchun shunda qilyapman. Mening hayotim sening xatoliging tufayli butunlay tugashdi. Hey Rama, Nima? Men to'lishimda pishkanlikka to'la uchrayman. Agar yana oldimda paydo bo'lib menga qilgan bo'lsang, men o'zimni o'ldirib olaman. Sen muqaddas Shivaning nomidan va'da beray. meni aka deb chaqirsang, ondan ketaman. Hey, yo'qol. Meni yana bir qatim aka degan. Aka? Behima. Men bo'ldingiz. Demiş yüzbedi Behima. Karla Sochi mukam ishlatgan eng xatarli qurol. Qadimiy dengiz qo'riqchilari yasab chiqqan zahar. Sen dengizga tashlatilganda zahar parchalanib, butun ruhini yo'qotgan. Shunga zaharlanib dengizga tashlatilgan bo'lsang-mu, yana hayot qaytib ketsan. Ta'lim undan ketdi. Hayot mamatlik qarori sening qo'lingda. Sizga hech yo'qdi? Hech yo'q qadrligim. Aka, biz ota-onamizning kimligini bilmaymiz. Bizning oilamiz, ismimizmi yo'q. Boshqalarga yaqinlashsak haqoratlanamiz. Qo'shig'imiz ichib yemaklik talab qilsak, ular bizni uradi. Siz bizni qutqizib, bizga yaqinlashganingizda biz bek ta'sirlandik. Bek yig'lig'imiz keldi. Aka, sizni aka deganimizdan bek sharaf his qilamiz. Mazkur filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Kipar TV saloniga 20 raqamini yo'llab turing. Boshqa bolalar qayerda?
Balalar tek kichik bo'lg'achqa, bichora balalar o'limdan qo'rqib, g'ayib ruhiy besimga duchor bo'ldi. Biz bularni qutqizganimiz bilan yana nurg'unlarni qutqizishga amalsizmiz. Qo'limizdan keladigan shunchalikla. मैं और तू